Assalomu alaykum aziz do'stlar. 30-sentyabr. Gilos bo'lyapmiz o'tash ishlarida biz. Giloslarimizni o'tab berdik, o'tib. Ulamalar bilan bo'lib bir oy davomida qaramaganligimiz sababli o'tib. Giloslarimiz. Giloslarimizdan nimalarga baho berasizlar mana. Qalinligiga. Bo'ylari. Ana bo'ylari gilosimizni. Nima deyaptim qaranglar. Yegi ko'rsataylik. Yegyapti gilosda. Ekkanimizdan keyin yana o'zim bo'yim cheki. Ana o'zim bo'yim 1.67. Ana. Gilos bo'lyapmiz. Boshqa sortlarini ham. Jantret degan sortimiz. Tanalari mana Oshmolda bilan solishtirganda ham bittisini bo'lgan 2 metrga yaqinlashyapti. Do'stlar, mana bu yerda bir nima ko'rdim. Bu nima? Nima degan sort? Sortdan topinglar. Mana mevani holati. Yana bor. Mana bunisi ham o't ichida qolib, rang oladigan yo'q hali. Hali bu texnik pishishiga ham pashti bir oy bor. Mana yana bir nechta chiqib qolish ehtimoli bor. Bu endi boshidan mana endi 15 metr kirdik xolos. O'tab ko'chat o'tayapmiz. Giloslarimizdan ularga baho beringlarchi. Gilosni qaranglar. Nima bu? Nima deysizlar? Yo'g'onligini qaranglar. O'zi tayt hisob bo'lay deyapti. Mana qolganlari ham. Mana qator. Do'stlar, dehqonlar mehnatiga bittadan like tayamaymiz.